Qo'l va oyoqlarning uvishining asosiy 5 sababi. Birinchisi, bo'yin osteoxondrozi va bo'yin girjalarida. Bunda bir tomonlama va ma'lum bir barmoqlarda uvishlar kuzatiladi. Ikkinchisi, qandli diabetda. Qandli diabet hisobiga qo'l oyoqlarning nerv tolalarida shikastlanishlar paydo bo'ladi. Buni hisobiga qo'l oyoqlarda uvishlar bilan birgalikda kuydiruvchi, achituvchi va yondiruvchi tipdagi og'riqlar paydo bo'ladi. Aynan bu og'riqlar kechasi kuchayadi. Uchinchisi, qon tomir kasalliklarida. Multifaktor ateroskleroz, periferik qon aylanishining yetishmovchilik belgilari va renal kasalliklarda qo'l va oyoqlarimizda qon aylash sekinlashadi. Buni hisobiga qo'l oyoqlarda uvish bilan birgalikda sovqotishlar, jimirlashlar va yurganda harakatlarda og'riqlar paydo bo'ladi. To'rtinchisi, tarqoq sklerozda. Tarqoq skleroz hisobiga bosh va orqa miya o'tkazuv yo'llari zararlanib qoladi. Buni hisobiga qo'l oyoqlarda uvishlar, bundan tashqari qo'l o'tkirligining pasayishi va ma'lum bir nevrologik defitsitlar paydo bo'ladi. Beshinchisi, insultlarda. Bosh miyada qon aylashi o'tkir buzilishi hisobiga bir tomonda qo'l va oyoqlarda uvishlar kuzatilishi, harakatlarning cheklanishi, sizlanish va nutq buzilishlar paydo bo'ladi. Qo'l oyoqlardagi uvishlarni oddiy holat deb baholamang. Bu jiddiy xavfli signal bo'lishi mumkin. Agarda sizda va yaqinlaringizda ushbu belgilar bo'lsa, buni bee'tibor qoldirmang. Mutaxassis nerv patolog ko'rigiga boring yoki qabulimizga yoziling.